قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. Allohga tavakkul qilish. Alloh taolo Taloq surasining 3-oyatida shunday dedi: Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Alloh o'zi unga yetarlidir. Tog'bon surasining 13-oyatida esa bas mu'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsinlar, suyansinlar deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayh hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: menga o'tgan ummatlar ko'rsatildi. Bir payg'ambarni ko'rdim. U bilan bir necha kishi bor edi. Bir payg'ambarni ko'rdim. U bilan bitta yoki ikkita kishi bor edi. Bir payg'ambarni ko'rdim. U bilan biron kishi yo'q edi. To'satdan menga katta jamoat ko'rsatildi. Ular meni ummatim bo'lsa kerak deb o'yladim. Menga bu Muso alayhisalomning qavmi deyildi. Qarab turgandim, juda katta jamoa ko'rindi. Menga mana shu sizning ummatingiz. Ular ichidan 70 mingga borki, ular jannatga hisobsiz va azobsiz kiradilar deyildi, dedilar. Keyin o'rinlaridan turib uylariga kirib ketdilar. Sahobalar jannatga behisob kiradiganlar haqida bahsga kirib ketishdi. Ba'zilar ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham suhbat bo'lganlar, sahobalar bo'lsa kerak desa, boshqalari ular islom kelgandan keyin tug'ilib, biron shirk amalni qilmaganlar bo'lsa kerak deyishdi. Shu zaylda bir qancha narsani zikr qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylaridan ularning huzuriga qaytib chiqdilar. Ular o'zaro o'rtalarida bo'lgan bahsdan Rasulullohni xabardor qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: ular o'zlariga dam solishni boshqalardan talab qilmaydiganlar, kuydirib davolamaydiganlar, shumlanmaydigan va Robbilariga tavakkul qiladiganlar dedilar. Tavakkul qalb ibodatlarining eng ulug'idir. Tavakkulning ma'nosi qalb Allohning o'zigagina suyanishi va shar'iy sabablarni qilgandan keyin ishlarning hammasini Allohning o'ziga topshirish. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tavakkul sabablarini tayyorlagandan keyin sabablardan nazarni uzish. Alloh taolo o'ziga tavakkul qiluvchilarni ko'p o'rinlarda maqtagan va ularga ulug' mukofotlarni va'da qilgan.